Assalomu alaykum. Xorazm viloyati Urganch shahridagi Anna German nomidagi 1-son bolalar musiqa maktabida doira sinifidan dars beraman. Ismim Sodiqov Doniyor. Bu yerga musiqa maktabimizga yangi kelgan 1-sinfga qabul qilingan o'quvchiga doira darsligidan, metodikasidan tushuncha olib boraman. Bu yangi kelgan o'quvchiga doira haqida ma'lumot beramiz. Nota o'qish metodikalarini o'rgatishni yo'lga qo'yamiz. Bu yerda o'ng qo'l, chap qo'l joylashuvlari bor. Shular haqida ma'lumot beramiz. Birinchi navbatda yangi kelgan o'quvchiga qobiliyatiga qarab mashqlarni shularga qarab beramiz. Yangi kelgan o'quvchiga doirani tasnifga deymiz, shuni kuzataman. Yana qo'l joylashuv, nota joylashuvlarini ham kuzatib beramiz. Ya'ni o'ng qo'lda katta bum 4 ta barmoq birlashgan holda katta bum uriladi. Kichik bum keladi, ikkinchi bitta barmoqda kichik bum uriladi. Katta bang 4 ta barmoq sal oralari ochilgan holda joylashgan bo'ladi. Katta bang shuna chalinadi. Keyin kichik bang keladi. 3-barmoq bilan chetiga uriladi. Keyin noxuni bo'ladi. Bu o'ng qo'l joylashuv, nota joylashuvlari. Endi yana shu davom qiladi. Chap qo'lda ham shunday bo'ladi. Va haykazda shunday chalib aslan o'rganiladi. Assalomu alaykum. Xorazm viloyati Urganch shahridagi Anna German nomidagi 1-son bolalar musiqa maktabida doira sinifidan dars beraman. Ismim Sodiqov Doniyor. Bu yerga musiqa maktabimizga yangi kelgan 1-sinfga qabul qilingan o'quvchiga doira darsligidan, metodikasidan tushuncha olib boraman. Bu yangi kelgan o'quvchiga doira haqida ma'lumot beramiz. Nota o'qish metodikalarini o'rgatishni yo'lga qo'yamiz. Bu yerda o'ng qo'l, chap qo'l joylashuvlari bor. Shular haqida ma'lumot beramiz. Birinchi navbatda yangi kelgan o'quvchiga qobiliyatiga qarab mashqlarni shularga qarab beramiz. Yangi kelgan o'quvchiga